Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Iloji bo'lsa bu videoni o'tkazib yubormasdan oxirigacha ko'ringlar. Podpiska bo'lmaganlar podpiska qo'yinglar, like'larni bosib qo'yinglar. Sizlarga biz kerakmiz do'stlar. Mana qanaqa sharoit qilib qo'yganmiz. Bu yerda mana avtomat kat yo'limizni olib ketyapmiz. Xudo xolasa bu avtomat kat yo'lni Farg'onani Tashloq ko'chasiga ustanovkaga olib ketyapmiz. Bu yerda bu kat yo'llarimizni mana ko'mirni ham 3 qop olib bunkeriga to'ladigan holatda 3 qop qilib oldik. Bo'ldi zapchastlarimiz, instrumentlarimiz bilan borib ustanovkasi bilan chiroyli qilib ishlab berishga ketyapmiz. Hatto buni ko'ryapsizlarmi, mana soyasini mana tashqaridan ko'rsataman. Dimoxodni ham yasab oldik. Shunday olib borib Xudo xolasa chiroyli qilib ishlatib berishga mana sizlarga ham shunaqa kat yo'llar kerak bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Mana shu Telegram, Glavniga Telegram silkalarimizni qo'yib qo'yganmiz. Telegram orqali narxlarni bilsalaring bo'ladi kat yo'llarimizni. Nima ma'lumot bo'lsa shu to'siqlang bo'ladi. Uylaringni isitishni mana bizga qo'yib berasizlar. Xudo xolasa garantiyali qilib, cho'tki qilib uylaringni isitib shunday kat yo'llarni garantiyasi bilan ilib beramiz Xudo xolasa. Murojaat qilaverasizlar. Mana kat yo'lda o'zi, bunkeri, dimoxodi, hatto ko'miri ham bo'ldi bu yerda. Uyni egasini ovora qilib qo'ymaymiz. Shunday borib o'rnatib, yoqib ishlatib beramiz. Ana uni olib kelib bering, ko'mir olib kelib bering demaymiz Xudo xolasa. Keyin ko'mir qancha kerak bo'lsa bosib olaveradi. Ko'mirni ham Xudo xolasa o'zimizdan olsa yana ham yaxshi, arzonroq ham zo'r ko'mirlarni ham qilib beramiz. Hamma narsamiz bor. Imkon qadar mana shu klientlarimiz uchun, mijozlarimiz uchun hamma sharoit qilib qo'ydik. Mana dastavkalarni ham besplatniy qilib, imkon qadar yengillatib qo'ydik. Bemalol aloqaga chiqinglar do'stlar. Shunday kat yo'llar kerak bo'lsa, uylaringizni zo'r gumburlatib isitib beramiz Xudo xolasa. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.